Assalomu alaykum siymalarim, xayrli kech hammaga. Kuninglarni yaxshi o'tkazib oldinglarmi? Qiynalmasdan iftorlarni qilib oldinglarmi? Alloh ro'zadorlarimizga kuch-quvvat ato qilsin. O'z ibodatlarimizdan dargohida qabul qilsin. Allohga oson ekan. Yaxshi niyat qildik, ozgina harakat qildik. Alloh nasib qildirib Madinaga keldik. Hozir Madinadamiz. O'sha birinchi kuni hammamiz birga kelganmiz. Hojam qolgan qaynotam bilan ular ertasi kuni Madinaga uchishdi, biz Jiddaga uchdik. Chunki o'sha Ramazondan 1-2 kun oldin bilet olganimiz uchun qanaqadir ozgina biletlar muammo bo'lib qoldi. Bitta reysga sig'madik. Qaynona qaynotamni Madinaga kelishligini xohladik. Chunki Jiddadan Madinagacha baribir yana 4 soat mashina bilan yurish kerak edi. Biz Madinada ularni 20 minutda borib aeroportdan olib keldik. Alhamdulillah, Allohga oson. Yaxshi niyat qilish kerak. Ochig'i aytsam, birinchi kuni rosa yig'ladim. Nimadan yupina olmadim, bilmadim. Lekin mana shu shukr bo'lsa kerak. Shukr